Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va dehqonlar. Uzoq tanaffusdan keyin yana biz sizlar bilan Rojo F1 pomidor gibridini ko'rishga keldik. Samarqand viloyati Samarqand tumanida ekilgan. Rojining ekilish sanasi 19-yanvarda ekilgan. Bugun 26-may 2025-yil. Rojining yarim gektar maydonga ekilgan, oynalik. Bu yer ham oynalik joyga ekilgan. Lekin bu yerda 5 ta yarus qoldirgan. 5 ta yarus. Lekin haligi juda yaxshi. Barglari katta, quyoshda o'zini yaxshi himoyalaydi. Hosilari ham hammasi bir xil shaklda. Bu asosan 5 ta qoldirish sababi past kitsalarda 5 ta qoldiriladi. O'zini qo'ysangiz agar sizniki teplitsa baland bo'lsa agar 6 ta, 7 ta yarusgacha olish mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu yerda birinchi terim bo'lgan. Rojaning ikkinchi tomoni tomir juda baquvvat bo'lganligi sabab mana ikkita shoxga olingan. Mana 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4, 5 ta bir tomonda. 6, 7, 8, 9 ta. Endi sistema juda kuchli bo'lganligi sababli mana ikkinchi tomonda ham bir xil hosil beryapti. Boshqa sortlardan ajratib turuvchi tomoni bu ildiz sistema va barglarning kattaligi fuzaroz kasalliklarga, tomir chirishlarga juda chidamli. Shu sababdan quyoshga, issiq havolarga ham, issiq yerlarda eksa ham yorilish bo'lmaydi. Barglari ko'p sababli, shu uchun o'zini yaxshi himoya qiladi. Agar sizni ham Rojo F1 navi qiziqtirgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qiling. Yangi videolarda ko'rishguncha xayr.